YouTube kanalni monetizatsiyaga ulash uchun 1000 ta obunachi va 4000 soat yig'ish kerak. 1000 ta obunachini hozirda hamma ham yig'a oladi, lekin 4000 soat yig'ish uchun bir necha oy yoki 1 yil ham ketishi mumkin. Men auditoriyamdan kanalingizda 4000 soat yig'ilganmi deb so'rovnoma o'tkazdim. Afsuski 71% kanallarda 4000 soat mavjud emas ekan. Shaxsan o'zim YouTube kanallarimdan birini atiga 4 ta video bilan monetizatsiyaga ulaganman. Shuning uchun sizlarga ham ushbu sirlarni bo'lishmoqchiman. Kelinglar, undan oldin 4000 soatni hisob-kitob qilib olaylik. Shunda biz 4000 soat uchun qancha prosmotr kerakligini bilib olamiz. 4000 soatni 60 daqiqaga ko'paytiramiz. 240 ming daqiqa. Misol uchun sizning videolaringizni odamlar o'rtacha 2 daqiqa tomosha qilishadi. Bunda siz 120 ming prosmotr yig'ishingiz kerak bo'ladi. Agarda videolaringiz o'rtacha 2 daqiqa emas, 3 daqiqa tomosha qilinsa, 120 ming prosmotr emas, 80 ming prosmotr kerak bo'ladi. Bu 33% ga kamroq degani. Agarda videolaringiz o'rtacha 4 daqiqa tomosha qilinsa, maqsadga erishish uchun atiga 60 ming prosmotr kerak. Demak, tushunarli, odamlar sizni videolaringizni qanchalik uzoq vaqt tomosha qilishsa, shunchalik monetizatsiyani yoqish uchun ham kam prosmotr kerak bo'ladi. Lekin bilasizmi, 80% kanallarda o'rtacha tomosha vaqti afsuski atiga 1 daqiqa. Shuning uchun hozir o'rtacha tomosha vaqtini qanday qilib oshirishni o'rganib chiqamiz. Undan so'ng esa 100-200 minglab prosmotr olib keladigan mavzu tanlash sirini sizlarga bo'lishaman. Qani ketdik. Ushbu ekranda ko'rib turganingiz udержание, ya'ni tomoshabinlarni videoda ushlab turish grafikasi hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin, 6 minutlik videomni odamlar o'rtacha 3 minutdan ortiq tomosha qilayotgan ekan. Ya'ni bu 53% udержание degani va bu juda zo'r ko'rsatkich. Bunday ko'rsatkichga erishish uchun 3 ta eng muhim qoidalarga amal qilish kerak. Birinchi qoida odamlarni aldamaslik. Ya'ni video previewsida boshqa narsani ko'rsatib, videongizda esa boshqa narsa haqida gapiradigan bo'lsangiz, odamlar aldanganini darrov sezadi va videongizdan shunchaki chiqib ketishadi. Shuning uchun videongiz previewsi, nomi va videoni o'zi bir-biriga bog'liq bo'lishi shart. Ikkinchi qoida introga ko'proq e'tibor berish. Intro deganda videoni ilk 10 sekundi yoki 20-30 sekundi hisoblanadi. Ushbu qisqa sekundlarda siz videongiz haqida ma'lumot berib, odamlarning e'tiborini ushlab qolishingiz kerak. Agarda intro yaxshi bo'lmasa, 50% odamlar shunchaki videodan chiqib ketishadi. Introni qiziqarli qilish uchun Mr. Beastga o'xshab These 5 tanks are literally about to rain missiles upon this 500. videongizdan har xil kadrlar, yozuv, effekt va eng muhimi gapirayotgan gapingizga ko'proq e'tibor bering. 3-qoida, videongiz 6 minutdan ko'proq bo'lsin. Agarda sizga kamida 3 minutlik udержание kerak bo'lsa, videongiz kamida 6 minutlik bo'lishi kerak. 2-3 minutlik video qilib, 3 minutlik udержание qilib bo'lmaydi. Iloji bo'lsa videolaringizni 8 minut atrofida qilib tayyorlang. Bu davomiylik kam ham ko'p ham emas. Demak, udержаниeni yaxshilashni o'rganib oldik. Endi esa qanday qilib prosmotr yig'ishni o'rgataman. Prosmotr soniga ta'sir qiladigan narsalar ko'p. Masalan, preview, nom, video udержанияsi va hokazo. Lekin baribir eng muhimi aktual mavzu hisoblanadi. Ya'ni video mavzusi qanchalik zo'r bo'lsa, shunchalik ko'p prosmotr bo'ladi. Bunday videolarga ideyani qayerdan olishni hozir sizlarga o'rgataman. Birinchi bo'lib YouTubedan yangi akkaunt ochamiz va bu akkauntga hech qanday video yuklamaymiz. Shunchaki mavzu topish sifatida foydalanamiz. Agarda sizning kanalingiz ovqatlar haqida bo'lsa, ushbu akkauntimizdan faqatgina ovqatlar haqidagi videolarni tomosha qilamiz. Ya'ni ovqat haqida videolarni qidiramiz, kiramiz, like bosamiz, kanallarga obuna bo'lamiz. Shunda bizga YouTube asosan ovqatlar haqidagi kontentni tavsiya qilishni boshlaydi. Va biz bular ichidan hozirda aktual bo'lib turgan, ya'ni ko'p prosmotr yig'ayotgan mavzularni topishimiz mumkin bo'ladi. Bu cheksiz ideya degani. Ushbu ideyalarga asoslanib